Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan El Clasico haqida gaplashamiz. Xabi Alonsoning birinchi El Clasicosi Real Madridga kelgandan keyin hozir yaxshi jamoa shakllantirdi. Xabi Alonso pressing ustida ishlayapti va ko'rsatkichlar ancha yuqori. Lekin kuchli komandalarga qarshi hali o'yin ko'rmagan edik. Atletico bilan mag'lubiyat. Ko'ramiz El Clasicoda nimalar bo'ladi. Yo'qotishlar ham bor. Ikkala sostavda ham Barselona va Realda ham. Realdagi yo'qotishlarni aytib o'tsak, Alaba hamda Rudiger rasman tusha olmasligi ma'lum bo'ldi va qolganlar safga qaytdi. Endi ko'ramiz safda kimlarni tushirar ekan. O'ng qanotga hali ham Valverdeni o'ynatarmikin yo jarohatdan qaytgan Carvajal Trentga ishonarmikin? Va yarim himoyada ham tanlov juda qiyin bo'ladi Xabi Alonso uchun. Chunki Arda Güler super mavsum o'tkazyapti va Bellinghamni ham unutib qo'yish kerak emas. U ham sekin-sekin formaga kirishib olyapti va 3 ta yarim himoyachi tushirsa, bittasidan voz kechishga to'g'ri keladi. U kim bo'lar ekan? Arda Güler, katta ehtimol Arda Güler bo'lsa kerak. Chunki Bellingham butun markazga javob beradigan o'yinchi, Valverdeni alishtirib bo'lmas o'yinchi. Chouameni ham markaziy himoyachi, ham tayanch himoyachida o'ynatsa bo'ladi. Va hujumdagi tanlovlar ham juda ajoyib. Kutilmagan tanlovlar bo'lishi mumkin. Brahim Diaz ham asosiydan tushib qolish ehtimoli bor. Barselonaning hozirgi sostavidan kelib chiqsak, Mastantuoni tushirsa kerak o'ng qanotga, chap qanotga Vinicius va markazga Kylian Mbappe o'ynasa kerak. Xabi Alonso o'zi uchun jamoa quryapti halizgacha va Real Madrid oldingi yil El Clasico'dagi sostavdagi o'yinchilar bu mavsum alishtirildi. Himoya chizig'iga urg'u berildi asosan va oldingi yil